Assalomu alaykum. Daqiqa TVda tezkor va yangi xabarlar. Ijtimoiy tarmoqlarda navoiylik TikToker o'zining ikkita pitbull zotli itiga daydi mushukni talatib, buni suratga olgani aks etgan videolar tarqaldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi TikToker shaxsi aniqlangani va u ikkita modda doirasida ma'muriy javobgarlikka tortilishini ma'lum qildi. Samarqand shahridagi ko'p qavatli uylar qurilgan Qorasuv massivida 1,5 yoshli qizaloq 10-qavatdan tushib ketib halok bo'ldi. Mahalliy nashrlar bu kabi holat avval ham bo'lganini xabar bermoqda. Bahomin tumanida sel kelgani aytilmoqda. Kogon magistral gaz quvurlari boshqarmasida yong'in yuz berdi. Bugun 11-iyun kuni Buxoro viloyati Kogon shahar gazchilar qo'rg'onida joylashgan Kogon magistral gaz quvurlari boshqarmasida yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga soat taxminan ertalabki 4:10 da xabar tushgan. Shunga ko'ra 8 ta yong'in qutqaruv ekipaji va 2 ta maxsus texnika voqea joyiga soat 4:13 da yetib borgan va yong'in soat 5:50 da o'chirilgan. Yong'in natijasida bitta gaz haydash uskunasi yonib zararlangan. Hodisa oqibatida tan jarohati olgan va halok bo'lganlar yo'q. Hozirda yong'inni kelib chiqish sababi va moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Eng qaynoq va rasmiy yangiliklarni tinglashni istasangiz, bizni kuzatishda davom eting.